Mana menga yangi xushxabar keldi. Hozirgi daqiqalarda yana bitta xushxabar. 19 yoshli vatandoshimiz Javohir Sundarov Hindistonda o'tayotgan Jahon Kubogi g'olibi bo'ldi. O'zbek farzandi, yangi O'zbekiston nimaga qodir ekanini dunyoga tarannum qilganim uchun men faxrlanaman bolam. Ilohim mana shu butun yo'llaring bardavom bo'lsin. Ota-onang, bobolaring qanday xursand bo'lsa, men ham ilohim yaxshi kunlaringda sherik bo'layin. Tabrik. Rahmat. Rahmat, xudo xolisa bu o'zbek shaxmatchilarining turnirining boshlanishi. Biz nasib hali jahon tojini ham O'zbekistonga olib kelamiz degan umiddaman.